homilador bo'lmaslik uchun to'xtatilgan jinsiy aloqa. Juda ko'plab oilalarda kuzatiladigan holatlardan bittasi, ya'ni homila bo'lmaslik uchun aloqani to'xtatishadi, orgazm hissi kelganda va urug'ni tashqariga to'kib tashlashadi. Va bu usul samarali usullardan biri deb o'ylashadi. Lekin afsuski hayotda bunaqa emas. Samaraligini 100% deb oladigan bo'lsak, bu usulning samaraligi 30-40%. Ya'ni ko'p holatlarda homilador bo'lib qolishlik foizi yuqoriroq hisoblanadi. Nima sabab? Chunki siz urug'ni tashqariga to'ksangiz ham, qinga to'kmasangiz ham, orgazm hissi yuqori bo'lgan vaqtda va urug' kelishligidan oldin kelinadigan ajralmalarda ham harakatchanligi kuchli bo'ladigan spermatozoidlar va tirik urug'lar bo'lishligi mumkin va ular ayol kishini homilador qilishligi mumkin. Shuning uchun homilani oldini olmoqchi bo'lsangiz, to'xtatilgan jinsiy aloqa bu homilani oldini olishlikda ishlatiladigan usul emas. Undan ko'ra kontraseptivlarni ichishlik, har qancha preparatlar yoki ginekologlar bilan birga o'sha jinsiy aloqadan prezervativsiz ham homila bo'lmaslikni ta'minlab beradigan usullar bor. O'shalarni foydalanishni tavsiya beramiz. Xo'p, yana nima zarari bor? Erkak kishi o'sha har safar miyasida ushlab turaversa, hozir mana orgazm hissi kelganda men tashqariga chiqarishligim kerak deganlik bora-bora bu ereksiyani kuchsizlanishligiga, bora-bora orgazm, ya'ni huzur olib bilishlik hissiyoti kamayishligiga olib keladi va kelajakda bu psixogen emotsional muammolarga, psixogen erektil disfunksiyalarga olib kelishligi mumkin. Shuning uchun do'stlar, bu samarali usul emas. Agarda homilani oldini olmoqchi bo'lsangiz, shifokor bilan birga bundan samaraliroq usullar bor. Buni iloji boricha kamdan kam foydalanish kerak. Chunki to'xtatgan aloqangiz ham sizga Alloh xolasa farzand berishligi mumkin.